xursandchilikni sizlar bilan birinchi bo'lishkim keldi. Hozir bizda soat 9 dan o'tdi, kechki payt uyimizga pochta keldi, ya'ni xat keldi. Buni qo'limizga berish kerak ekan. Bu Ra'noxonga keldi, o'rtoqlar. Xudo xolasa endi Ra'noxon maktabga chiqishga 100% tayyor. Bu maktabga chiqishiga nima deydi, ruxsatnomada hujjat, qaysi maktabga boradi, qaysi sinf, qaysi birinchi etaj, ikkinchi etaj, xullas hammasi yozilgan. Chislosi kunigacha hatto belgilab qo'yilgan. Nasib bo'lsa Ra'noxon bilan endi birinchi sinfiga boramiz. Qanaqa sinf, o'qituvchisi kim, ya'ni hammasini ko'rib kelamiz. Bolani o'zini ham birgalikda olib keling deyishgan, bolasiz kelmang deyishgan. Albatta onlayn ham shinchon qilsa, ko'rsa bo'ladi, lekin bolani o'zini olib keling deb tayin qilib yozib qo'yishgan. Juda ham xursandman o'rtoqlar. Mendan ko'ra qizim xursand, chunki maktabga borishni, o'qishni juda ham xohlayotgandi. Opalari har kun ertalab maktabga ketganda, "Men qachon boraman maktabga? Men ham maktabga borgim keladi" deb har doim o'ksinardi. Endi Ra'noxon ham maktabga boradi, xudo xolasa. Yana ham kuchliroq o'qiydi, yana ham ko'proq to'garaklarga beramiz va yana ham ko'proq band bo'lamiz. Katta bo'lgan sari ancha Ra'noxon sho'xliklari qolayapti. Endi maktabga borsa ancha bosilib qolsa kerak. Xullas kimnidir boshini yorib, peshonasini yorib kelmasa bo'ldi. Boshqa narsa kerak emas. A'lo baholarga o'qisin, xudo xolasa farzandim. Maktabga borganimizda registratsiya qilishga, xonasini, sinfini ko'rishga borganda xudo xolasa, agar iloji bo'lsa videoga olish kerak bo'lsa, videoga olamiz. Buni bo'lsa mana bu hujjat bilan birgalikda maktabga boramiz. Xullas juda ham xursandman.